Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizni YouTube'dagi obuna bo'lmasangiz o'zingizlar diqqatiga videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu safargi videomiz siz uchun ancha manfaatli bo'ladi. Qo'limizdagi planshet bo'lasizlar, hozir O'zbekistonda yangi qonunchilikka kirgan 1-noyabrdan har bir avtomashinaga onlayn ravishda bazaga kirgizishlik yo'lga qo'yilgan. Bu faqatgina sertifikatga ega razresheniyasi bor katta, ya'ni ustanovka qiladigan propan yoki metan ustanovka qiladigan servislarda bo'ladi. Xuddi shunday bizda ham bunisi mavjud bo'lganligi uchun har bitta mashinamizni imkon qadar onlayn bazaga kirgizib berishlikka harakat qilyapmiz va shu jarayondamiz. Xoh u metan bo'lsin, xoh propan bo'lsin, farqi yo'q. Luboyni endi xudo xolasa onlayn bazaga kirgizib beryapmiz. Obzorimizdagi mashina Cobalt GX-Style Plus MC modeli. Shu paytgacha bu mashinaga juda ko'p propan qo'ydik. Endi hozirga kelib birinchi mana metanni xudo xolasa shu mashinadan qo'yishni boshladik. Eng qizig'i mashinamizga bilasizlar, yangilangan datchiklar, qo'shimcha funksiyalar kirgan. Shuning uchun bularga Emslo upravleniyasini biz yo'lga qo'yishni boshlaganmiz va yo'lga qo'yganmiz. X-reduktor, italyanskiy injektor Xitoyda eng yaxshi X-reduktori. Buni katta ot kuchiga ega luboy avtomashinaga qo'yib bosadigan bo'lsangiz, ya'ni yuradigan bo'lsangiz, reduktori ot kuchini zo'r qilib yetkazib beradi. Eng qizig'i bu mashinaga o'ziga xos qilib qo'yib berganmiz, xudo xolasa bemalol metanda ham harakatlansa bo'ladi. Eng qizig'i zapaskasini o'rniga propan qo'yardik. Endi zapaskasi ham qoladi-da. Katta qilib shaffof millimetr sanoat zavodiga tegishli 90 litrli metan ballonlarni qo'yib berganmiz. Chanalarga ham alohida ahamiyat berib qo'yasizlar, chunki chanalari ham zavodskiy Gazprom servisiga tegishli chanalardan bo'ladi. Avvalgi chanalar ballonni qirib qo'yadigan bo'lsa, bu chanalar endi ballonni kaftida ushlab turgandek akkuratni ushlab turadi. Akalar, biz har qancha harakat qilmaylik, albatta bitta like bosishga arziydigan mehnat qilyapmiz deb umid qilaman. Bitta like bosib qo'ying, biz o'zimiz ustimizda yana ham ishlashlikka, sizlarga yanada sifatli xizmat ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Biz xizmatimizdamiz. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Asaka Andijon yo'nalishida, Gulshan Yangiyo'lda, Mirzo Foto 2 ro'parasida Gazprom servis. Yana ham oson bo'lishi uchun shunchaki Yandex kartaga yoki Google kartaga Gazprom deb yozadigan bo'lsanglar, biz manzilga kelib chiqadi. Xizmatlar bo'yicha quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol kelishingiz mumkin. Biz esa xizmatdamiz.